mashinalardan foydalanish taqiqlanadi. Gap shundaki, 2026-yildan O'zbekistonda 50 yillik avtomobillardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. 1-fevraldan eski mashinalarni haydash taqiqlanadi va ularga texpasport berish to'xtatiladi. Bundan gapirmang, yuzimga ayting. 1000 tosh otilsa ham shukr omonman. Tegmay qoldimikan sizga yo foydam? Yomonman desangiz, mayli yomonman. Mening qandayligim sizlarga gumon, Alloh o'zi bilar qanday insonman. O'zimga haqman, ko'nglim xotirjam. Vazir Mahkamasining qarorlari bilan siz davlat raqam belgisi yechiladi. Ya'ni transport vositasi qayd qilish guvohnomasi bilan davlat raqam belgisi bugungi kunda foydalanilayotganiga 50 yildan oshgan transport vositalarining soni 87 mingdan ortiqni tashkil etadi. Eski avtomobillardan voz kechish taklifi prezident tomonidan ma'qullandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida yillar davomida foydalanib kelinayotgan texnik jihatdan eskirgan avtomashinalarni bosqichma-bosqich foydalanishdan chiqarish taklifi ma'qul. Katta miqdorda zararli moddalar chiqarayotgan avtomashinalar poytaxt va viloyat markazlari hamda shaharlardan kirishni cheklanadi. Men o'ylayman, vaqt soati keldi. Bunday transport vositalarini yangisiga almashtirish yoki ularga filtr o'rnatish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil qilinadi. Eski mashinasini almashtiraman deganlarga avtokredit foizi bir qismi qoplab beriladi. Filtr o'rnatib zararni kamaytirishga tayyor bo'lgan haydovchilar uchun xarajatlarning bir qismi subsidiya beriladi. Zo'r voqeani qarang. Ertalabdan beri ochilibga turib nima qilyapti? Metan olib bo'lgandan keyin qo'lga tushadi. Nomer topshirdi, texpasport topshirdi, bo'ldi, mashina ishlamaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi video aynan prezident va u kishining yaqin atroflariga bir eslatma sifatida bir video murojaat bo'ladi va qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlanglar toki davlat rahbariyati mana shu videoni ko'rib to'g'ri xulosa qilishlari uchun. Shuni ko'rdikki, 50 yildan eskiroq bo'lgan mashinalarni utilizatsiya qilish kerak ekan degan haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori bor ekan va buni prezident janoblari qo'llab-quvvatlagan ekanlar. Juda hozir ba'zi bir narsalarni eslatib o'taman, hamma xulosasini o'zi qilsin. Janob prezident, men ko'p videolarda aytyapman, men avvallar ham ko'p aytyapman. Sizga hozir iloji boricha yaqin atrofingizni utilizatsiya qilishingiz kerak va bu haqida shu videoda tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizni yaqin atrofingiz hech qaysi bir do'st emas ekan. Hatto muftiy bo'ladimi yo'q, qanchalab siz ularga medal berayotgan bo'lsangiz ham, ular sizga do'st emas ekan. Siz din islomga ixlosingiz balandligini biz juda yaxshi bilamiz. Tarixga nazar solsak, Hazrati Umar xalifalik davrida o'zlari o'sha davlatni territoriyasini o'zlari ko'zdan kechirib va bir kuni bir most ko'prikni bir taxtachasi singanligini ko'rib, qaytib kelib, bolg'a mix va har xil ayda-chudalarni olib qaytib o'sha most tomoniga borishga harakat qiladilar. Shunda yordamchilar ko'rib, "Yo Amiral Mo'minin Hazrati Umar, bering biz ko'tarib boraylik. Axir bu sizga yarashmaydi-ku" deganda, Hazrati Umar aytgan ekanlarki, "Qiyomat kunida ham meni yukimni ko'tarishga hadding sig'adimi? Ko'tara olasanmi?" debdilar. Borib o'sha ko'prikni o'sha insonlar ko'z oldida o'zlari ta'mirlagan ekan. Va o'sha yordamchilarga hikmatini aytgan ekanlarki, "Mana shu bitta singan taxtachada hech bo'lmasa bir cho'ponimni hatto qo'yi sirg'anib oyog'ini sindirsa, qiyomat kunida javobi meni bo'ynimda" degan ekanlar. Shuning uchun yordamchilarga aytganki, "Qiyomat kunidagi yukimni ko'tara olasanmi?" degan ekanlar-da. Men bilaman, inson tabiatiga maqtovlar yoqadi. Lekin sizning yaqin atrofingiz sizga nisbatan o'ta qo'rqoqlik va nodonlik pozitsiya bilan yondashyapti. Ma'lumki, hadislarda ham ilm olish farzdir degan. Ilm deganda har bir kasb ham bu ilm hisoblanadi. Yani sizga yaqin bo'lgan kuchlar agar ular zarracha insof bo'lsa, birinchi galda muftiy janoblardan boshlab aytishlari kerakki, mazlumning duosidan qo'rq degan hadis bor. Shunday ichiga o'tirma. Gay xodimlari, uchastkoi xodimlari sizlarni hurmatli jonim biladi, juda qiynalib qolaman to'g'risi. Shu Jiguli bo'lsa ham o'zimnikida. Xalq norozi, mana shu chiqargan qonuniylardan, shu jumladan men ham noroziman. Ko'pchilik norozi bo'lyapti, shularning qatorida men ham noroziman. Shu hozir statistika bo'yicha 87 ming mashina eng kamida utilizatsiya bo'layotgan emish. Bularning ko'pchiligini inobatga olsak, zil, gaz va bular ko'pi yuk toshib oila boqadi, to'g'rimi? Xuddi shunday har xil Jigulilarda yo boshqalarda odamlar bir ustob bo'lsa o'zini stanok yo o'zini tayyorlagan mahsulotlarni olib beradi. Negaki bu mashinalar ko'proq yuk ko'tara oladi va baquvvat hisoblanadi. Videodagi farmoningizda siz aynan filtrlar qo'yish haqida aytibsiz yoki subsidiya berilishi haqida. Kelinglar, bo'lmasa biz videolar tarqalyapti. Gay xodimlari, uchastkoylar uyma-uy borib o'sha mashinalarni nomerlarini yechayotgan emish. Demak, hatto bu o'shalarga nisbatan ravnatsenniy zamina berish kerak. Negaki, mana shu bular hammasi O'zbekiston fuqarolari va ko'pchiligi alhamdulillahi robbil alamin Allohga ishonadi va bularning duosi shak shubhasiz qabul bo'ladigan narsa. To'g'ri, sizlar ekologiyani o'ylab shu ishni qilyapsizlar. Lekin sizlarga bir eslatma. Prosta eslatma. Shularga yanada ko'proq subsidiyalar berish kerak. Negaki ular xuddi shunaqa yuk tashuvchi mashinalar qimmat turadi. To'g'rimi? Davlat oldida bu hech narsa emas. Bir marta bo'lsa ham aynan O'zbekiston fuqarolari, aynan o'zbek pasporti bilan faxrlanadigan zamona bo'lmasa keldi. Negaki bular hozir shu 87 ming insonlar agar sizlar mana shu oilalarni orqasidan 4 yoki 5 kishi
4 yoki 5 kishi, misoliga shofyorning o'zi, xotini, ikkita farzandi, ota-onasidan bittasi agar bor desak ham, kamida 4 ta 5 ta odamni boqayotgan bo'lsa, bu deganiga 350 ming tirek pashta 1,5 million aholi hozirgi kunda o'zini daromad manbaisidan mahrum bo'lyapti degani. Shularni hisob kitobini kimdir qilib beryaptimi? To'g'ri, sizlar ekologiyani deyapsizlar. Endi mana shu hozir sizni yoningizdagi specialistlarning ko'pi buni prosta chuqur o'ylamaganligini oddiy isboti. Agar ekologiya desak, qaranglar, hozirgi yangi mashinalar bu eski Zil va boshqa mashinalardek ko'p olib bora olmaydi. Deylik, hozir mana shu shofyorlarga sizlar yangi mashina berdingizlar va bular o'sha oldin bir reysga olib borib tashiydigan mashinasini 2 marotaba qilishiga to'g'ri keladi. 2 marotaba juda obratni bo'lsa, ekologiyaga vыброс deydi-ku, o'sha chiqindi, zaharli chiqindi, o'sha motorlardan, dvigatellardan chiqindisi kerak bo'lsa-ki ortiqroq bo'ladi, kam bo'lmaydi. Bundan tashqari yana bir zarari. Mana shu 2 reys qilsa agar, hozir deylik, bir reysini 300 mingga misoliga deylik, olib borib tashiyotgan bo'lsa, 2 reys qilsa agar eng kamida 500 ming yoki 600 ming deydi. Buni ziyoni yana boshqa bir O'zbekiston fuqarolariga tegyapti. To'g'risi ham shu. Qoqilmaguncha halim bo'lmas, tajriba ortmaguncha hakim bo'lmas degan yana bir payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Sizga ko'zlaringizga faqat ekologiya ko'rinyapti. Lekin anglash uchun katta kalla kerak emas. Hozir qish keldi. Ancha yomg'ir, qorlardan ekologiya changlar sal o'tirdi. Va lekin men mana shu hozir mashinalarni sizlar utilizatsiya qilgan taqdirlaringizda ham va insonlarni norozi qilib, insonlarni qarg'ishini butun boshli rahbariyat hozir qarg'ishga qolyapti. Bu uchun katta kalla boshqa narsa kerak emas, to'g'rimi? Men sizlarga buni do'st sifatida aytayapman. Va lekin mazlumning duosi qabul bo'lganligini inobatga olib, eslaringizda tutinglar. Hech qancha vaqt o'tmaydi, agar mana shu hozir insonlarga odil va oqilona harakatlar qilinmasa, meni aytib dersizlar, aynan yozlarga borib, ekologiya xuddi sal avvallari ko'rganimizdek, baribir o'sha holat bo'ladi. Ekologiyaning buzilishiga bu 87 mingta mashinani bitta aybi emas edi. Bu yerda sistemni ayb. Va agar siz janob prezident, atrofingizdagi muftiyga, vazirlaringizga, boshqalarga agar ishonsangiz, ular ozgina bo'lsa ham aql farosatini ishlatsin. Xalq bilan davlatni muzokara qilish payti kelgan. Muftiy janoblari, kerak bo'lsa juda ko'p boshqa hadislar borki, yaxshilikka chaqiringlar, yomonlikdan qaytaringlar. Shuni qilmasalaringiz, Alloh sizlardan nazarini olib turib, duolaringizni qabul qilmaydigan darajada keltirib, sizlarni balolab qo'yadi degan hadis bor. Va aynan hozir mana shu ekologiya buzilishida ham aynan sal avvallari darham palaparti shu uy qurilishlari, umuman gradostроение deydi-ku, shaharsozlikda yo'l qo'yilgan juda katta xato kamchiliklar, juda katta miqdorda kesilgan daraxtlar va boshqa aynan mana shu omillar ekologiyani buzgan. Takroran aytyapman, ayb bitta bu mashinalarda emas. Kerak bo'lsa bu mashinalarning yili eski bo'lgan taqdirda ham ularning barcha dvigatellar va boshqasi hozirgi kunda ko'pi yangi. Ekologiyani buzayotgan biznes sifatsiz benzinlarimiz va boshqa omillar. Shuning uchun xalqni qarg'ishini qolmaydi desalaringiz, hozirgi kunda hech bo'lmasa bu insonlarga vaqt berilishi kerak. Birinchidan, hech bo'lmasa shu insonlarga bo'lmasa ravnaznashni zamina, mayli sal eskiroq bo'lsa, Bronze-Parkman, Nexa'man boshqa bir narsa berish kerakki, kira qiladigan kirasini qilsin bo'lmasa. Ki bular aybdor emas, u mashinalar 50 yildan oshgan bo'lsa, aynan sostoyaniyasiga qarab ular olgan. O'sha talabiga javob beryapti. Buncha insonni qarg'ishiga qolish, janob prezident, men sizni maqtab hamma haqiqatni aytmaydigan domlalar bo'lsa ham mana men sizga aytayapman. Shu narsalarga agar noto'g'ri qarasangiz, kelajakda Alloh sizga rahmat nazari bilan qarashi aynan mana shu oddiy xalqingizga bo'lgan muruvvatingizdan bog'liq. Sizni jannat va yoki do'zax bo'lishga aynan hozirgi kunda mana shu oddiy xalqingizning dardini, ohvohi barcha rahbariyatning zimmasida. Mana shu narsalarga menga ishonmasalaringizlar, bemalol Imom al-Buxoriy, at-Termiziy, o'zimizning yurtdoshlarimizni jamlangan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Hech bo'lmasa bir marta hayotda bir marta mana shu domlalarni chaqiringda, qo'rqmasdan Qur'onda, hadislarda nimalar aytilgan, dakansa aytib ber, toki men xalqning duosini olay. Oddiy xalqni qarg'ishiga qolmay. Barcha musulmonlar kabi jannatni xohlayman degan ixtiyoringiz, xohishingiz bo'lsa, birinchi galda aynan qarorni hozirgi kunda sal to'xtatib turish kerak. Bir ratsional yechim topish kerak. Dan ayb izlamasdan hammamiz aynan muloqotga kelib, begona emas o'zimizning vatandoshlar, O'zbekiston xalqi. Millatidan qat'iy nazar ular O'zbekiston aholisi va eng kamida 350-500 ming kishi och qolish xavfi bor. Va undan tashqari va xuddi shunday yuk tashishda ham va boshqa ham aynan yanada narxlar qimmatlaydi va buni zarari yana oddiy O'zbekiston aholisini boshiga tushyapti. Kelinglar, 21-asrda aql farosat bilan ishlaydigan zamonada ozgina bo'lsa ham aql, idrok, farosat, iymon, vijdonni ishlatib turib, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, O'zbekiston degan xalqning mushkulini oson qilaylik. O'ylaymanki, barcha to'g'ri tafakkur qilib, oddiy xalqni qarg'ishidan qo'rqib va agarda kelajakda duolaringiz qabul bo'lishini xohlasalaringizlar, hozir aynan mana shu mazlum, oddiy, tang ahvolda qolgan 87 mingdan ortiq shofyorlarni holiga
rahmlaringiz kelib va yana bir hadisda xuddi Alloh aytganki, kimki boshqa bir birovga rahm qilsa, qiyomat kunida Alloh unga rahm qiladi degan. Va sizlar ham aynan Allohning rahmatini xohlasalaringizlar, hozirgi kunda iymon vijdonlaringizga qaytib, to'g'ri tafakkur bilan bu masalaga chuqurroq yondashish kerak. Bu bo'layotgan narsalar hazil gaplar emas. Janob prezident va atrofingiz o'ylamay to'g'ri xulosalar qilasizlar degan umiddaman. Barchamizga iymon insof tilagan holda, O'zbekistonga Allohdan tinchlik tilagan holda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.